Makler Otabek YouTube kanali kuzatib boruvchilari, sizlarga 2025-yilning 29-oktyabr sanasida ikkinchi videorolikni e'tiborlaringizga havola etmoqdamiz. Hozir turgan lokatsiyamiz Termiz shahrida uncha uzoq bo'lmagan. Termiz tuman Termiz mahallasida bo'lyapti. Bu yerda umumiy maydon 4 sotixni tashkil etayotgan 5 xonadan iborat bo'lgan hovlini sotuvga chiqaryapmiz. Albatta reklama sifatida kelganmiz. Uy egalari nomeri bilan chiqaramiz. Hozir men turgan joy o'sha Termiz mahallasining markazida bo'lyapti. Bu yerda shahardan marshutkalar, avtobuslar barchasi qatnaydi vatandoshlar. Hozir men sizlarga uyning to'liq obzorini, kirib boradigan ko'chalarni hamda joylashuvini ko'rsatib o'taman. Maktab, bog'cha uncha uzoq bo'lmagan. Maktabga esa 35-maktabga borishadi vatandoshlar. Videoni oxirigacha ko'ring, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Mahalladan to'g'ri ko'chaga tushib kelishda o'ngga 4-ko'chaga burilganimizda 6 yo 7 uy bo'lyapti hovlimiz. Mana ko'rishingiz mumkin, to'liq tashqi fasadlari, xona, ya'ni joyning o'lchamlarini men aytganimdek Telegram ijtimoiy tarmoqlarga tashlayman. Fasadini ichiga bemalol ko'rib olishingiz mumkin. 95% qurilishi bitgan, tashqi derazalar barchasi akva qo'yilgan, tashqi darvoza barchasi qo'yilgan. Hozir men sizlarga uyning to'liq ichki shart-sharoitlarini ko'rsatib o'taman. Video boshida aytib o'tganimdek, biz o'sha hovliga hozir turibmiz. Men turgan joy tashqi darvozadan kirganda, bu joyga tashqi darvozadan kelganda bitta yengil mashinani bemalol sig'dirsak bo'ladi. Hovli 2022-yil xom g'ishtdan ko'tarilib boshlangan va 2023-yilda qurilishi hozir shu darajaga kelib to'xtagan. Qurilishining 95% bitgan. Uy esa общий yashash uchun 5 ta xonadan tashkil topyapti. Bu tomonga 2 ta, bitta, 3 ta, bu tomonga esa yana 2 ta alohida xonalar bilan joylashgan. Kommunalkalarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz balonda bo'lyapti. Yaqin 2 yil ichida bemalol bu joyga ham gazlashtiriladi. Shaharga marshutkalar qatnaydi. Avtobus marshut 222 avtobuslar shaharga qatnashadi. Hozir sizlar bilan to'liq uyning ichki shart-sharoitlari va to'liq obzorni ko'rib chiqamiz. Tashqi darvozadan kelganda birinchi bo'lib o'ng qo'l tomonimizda 2 ta xonasi joylashgan bo'lib, bu oshxonasi hisoblanadi. Bu xona ham yana bitta xonasi joylashgan. Hozir narsalar turgan bo'lganligi tufayli ko'rsata olmaymiz vatandoshlar. Pastda chiqayotgan nomerlarga bemalol uy egalariga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Uy egalarining o'zlari bilan bemalol bog'lanishingiz mumkin. Chetda yurganlarga WhatsApp, Telegram uy egalariga aytamiz, ochib qo'yishadi. Bu tomonga esa 2 ta xonasi joylashgan. Kelib ko'rsatishingiz mumkin. Bu tomonga esa kelib ko'radigan bo'lsak, bitta mehmonxonasi joylashgan. Mehmonxonasi esa kirib yashashga to'liq remont qilingan. Konditsionerlar o'rnatilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Uyning to'liq loyihalarini men Telegram ijtimoiy tarmoqlarga tashlayman. Bemalol o'tib uyning xonaning o'lchamlarini loyiha orqali, chizma orqali ko'rib olishingiz mumkin. Bu esa hovlining zelyoniy zonasi, ya'ni yashil maydoni hisoblanadi. Bemalol bu yerga mevali daraxtlarni ekib kelajakda foydalanishingiz mumkin. Bu tomonga esa kimdir chorvachilikka, parrandachilikka qiziqadigan bo'lsa, o'sha joylar ham qilib qo'yilgan. Va bu tomonga tashqi oshxonasi, tashqi sanuzellar joylashgan. Umumiy maydoni 4 sotixni tashkil etayotgan hovlimizning narxi telefon orqali uy egalari bilan gaplashiladigan bo'ldi. Uy egalariga chiqib bemalol baraka qilishingiz mumkin. Reklama mana shunaqangi kimga ehtiyoj seziladigan bo'lsa, 99 kodi bilan 347 1020 raqamiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bemalol kelishilgan narxlarda mana shunaqangi uyingizni chiroyli qilib reklama qilib xalqqa e'lon qilib beramiz.